3 xona novostroyka qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 23-kvartalda joylashgan novostroyka domimizda 3-qavatda joylashgan 3 xonali uyimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimiz koridor qismi, proxoshkasi, bu yerda esa oshxona qismi. Uyimiz hamma xonalari alohida eshikdan kiriladi. O'tira ovqatlanish uchun stol, gazi, plita, rakvina va xolodilniklar, barcha kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan ushbu uyimiz. Glavniy eshikdan kirib kelish, stroyniy shkaflari, bu yerda komodlar va albatta bu yerda ota-onalar yotoqxonasi ko'rib turganlaringdek. Ushbu uyimizda ikkita vanna bor. Bittasi ko'rib turganlaringdek skretniy. Bu ota-onalar yotoqxonasidagi sanuzulimiz. Ushbu uyimiz 5 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 75 kvadratdan iborat. Bu yerda esa ikkinchi sanuzulimiz, общий umumiy sanuzul. Bu yerda esa bolalar xonasi, ko'rib turganlaringdek, o'zini kitob javon va kompyuter stol va shkaflari bilan birgalikda xonalari keng. Patologlarimiz ham balandligi 3 metr. Bu yerda esa mehmonxona, loft uslubidagi mebellar bilan jihozlangan, ko'rib turganlaringdek, keng va shinam. Ushbu videoda ko'rgan uyimizni orientiriga keladigan bo'lsak, 23-kvartal. Ushbu videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 109 ming AQSh dollar baholashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.